Men sizlarga 20 yildan beri meni azoblab kelgan prostata adenomasini bir kunda soppa-sog' bo'lib qolganligim haqida gapirib bermoqchiman. Men shunday bir dard topdimki, mana 60 dan o'tdim. 40 ga kirganimdan boshlangan shunaqa azoblanardim. Toratga kirganda juda ham yaxshi holatda bo'shana olmas edim va yana og'riq qishin yozin to'xtovsiz erta kech bu azobga o'rganganman. Men o'ylardimki, hayot shunday ketadi. Hech qachon tuzalish yo'q. İnsanlarda ikkinchi yuragi bu prostatasi deyilgandan keyin meni qilmaganim qolmagan. Doktorlarda necha xil turlarga bordim va ot minishlik, qon oldirishlik, zuli qo'ydirishlik birontasidan bir ozgina fursat o'tadi, yana shu dard to'xtovsiz edi. Bir kunda Medart degan klinikaga bordim. Doniyor Bey degan bir ajoyib xudo bu kishiga bir tibbiyot ilmini, shu prostata adenomasini tig'siz bir kunda sog'ayib qolishimga bu kishini 10 mingdan ortiq shunaqa bizga o'xshagan insonlarga asqatganligini eshitib, u kishini qabuliga bordimda, mana bir onda na og'riq bildim. Bir qo'rquv bilan endi operatsiya bo'lsa juda ham ko'p azoblansan kerak dedimda, juda ham iltijolar bilan Allohga nola qilib 2 soatga yetib yetmagan o'zim shunday ko'zim bilan ko'rib turdimda, nima bo'layotganligini. Ana u yerdan chiqqandan keyin o'sha kuni kechasi bemalol o'rnimdan turib yana o'z hayotimga qaytib oldim. Alhamdulillah. Siz azizlar, bir qancha ming insonlar bu o'rtasida qiyinchilik tortyapti. Men juda ko'p odam menga so'rar ediki, buni qanaqa qiyinchiligi bor, qanday axloq holatlar. Mana boyagi deyman, alhamdulillah hayot mana tahoratga borishda boyagidek yoshlikda qanday tahorat ushatiladigan bo'lsa shunday holatdaman. Hayot juda ham chiroyli. Shuning uchun biz bandalar uyatmasligimiz kerak. Shu Medartdan shifo topganligimi siz azizlar bir qancha insonlarda qilayotganligiga men guvohman. Buning davosi yo'q, balki yanada qo'rqqanidan yurganlar tig'siz juda ham osonlik bilan shunaqangi bir metod bu insonga, Doniyorbekka Xudo taolo Ibn Sinoda bir ilmini beribdi. Siz azizlar bu kishidan shifo topishda Allohdan so'rasayda, albatta yana boyagidek holatingizga kelib qolar ekansiz. Salomatligingizni so'rab, siz azizlarga tilak istab qolaman.